Mustafa güzel axloqliq, yaxshi bir yigit edi. U oliy maktabni bitirib bo'lgandan keyin o'z kasbi bo'lgan arab tili sohasida o'qituvchilik qilish niyati bilan xizmat izlayotdi. U bu jarayonda dadasining dehqonchilik ishlariga nihoyatda qitirqinib yordamlashib berdi. Oradan 3 yil o'tgandan keyin do'stlarining biri uningga shahar markazidagi ma'lum bir xususiy maktabda arab tili darsligi o'tib berish taklifini berdi. Bu xabardan u bekmo mamnun bo'ldi. Chunki uning ilg'or fikrlari o'zgacha o'qitish usullari bilan yosh o'smirlarni tarbiyalashdan iborat shirin tushi amalga oshadigan bo'lgan edi. Mustafa taqsimlangan sinflarning biriga kirib qarg'udek bo'lsa, sinfda nihoyatda tushkun, ezilangu, dars xo'shyoqmaydigan o'quvchilarni ko'rib hayron qoldi. Uning ustiga ular dars vaqtida nihoyatda kapsizlik qiladi. Bir-biri bilan o'ynashatdi. Mustafa o'zida jafoga qarshi kurash ruhi yetildirgan bo'lg'achqa, u sinfdagi o'quvchilarning har qanday salbiy qilmishlarini o'zgartib, ularda go'zal axloq yetildirishga nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni ko'z oldiga ilib qo'yib, bel bog'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi: "Sizlarning hammanglar podshoga o'xshash, hammanglar o'z podisidan so'roqqa tortilisizlar." U birinchi kunila sinfdagi o'quvchilarning ismlarini so'rab, har biri bilan tanishib, do'stlashib chiqdi. Ularga ba'zi oyat va hadislarni o'qib berdi. O'quvchilardan cho'ng bo'lganda qanday odam bo'lish orzusi borligini bir-birlab so'rab chiqdi. Ba'zilar injener, ba'zilar doktor, ba'zilar o'qituvchi, yana ba'zilari bo'lsa soqchi bo'lish orzusi borligini aytdi. U o'quvchilarning hammasining daftarlarini chiqarib, o'zlari kelgusida yaxshi ko'radigan bir kasbni ismi bilan qo'shib yezib chiqishni talab qildi. Masalan, soqchi Muhammad, doktor Shayma, injener Rami degandek. U yana o'quvchilarni o'zining kasbi bo'yicha ratlab o'ltirg'izdi. Injenerlar maxsus bir guruhga, doktorlar bir guruhga, muallimlar yana bir guruhga degandek har xil guruhlarga bo'linib o'ltirdi. Hammasiga o'z kasbi bo'yicha muomala qildi va ularning ismini chaqirganda unvoni bilan qo'shib chaqirdi. Ularning biri xatolik o'tkazib solsa yoki topshiriqni ishlamasa, urib tillamasdan muvofiq jazolarni qo'llandi. U yana takror xatolik o'tkazgan o'quvchining unvonini daftardan o'chirib tashlaydi. Uni o'z guruhisidagilardan ayirib, boshqa bir guruhga qaytib qo'yadi. Bundaq bo'lganda har bir o'quvchi o'zining yaxshi ko'rgan unvonidan, ya'ni kelgusida orzu qilmoqchi bo'lgan kasbidan ayrilib qolishdan qo'rqatdi-da, shuning bilan hamma o'quvchilar darslarni qitirqinib yaxshi o'rganadi. Axloqsizlik qilmaydi. Navoda o'quvchilardan biri xato javob berib qolsa, Mustafa qayta sharhlashga ehtiyoj tuyulmag'idek darajada ezib, ichirib, tushuntirib qo'yadi. Shuning uchun o'quvchilar xususiy o'qituvchilarni taklif qilib, dars muzakkara qilishga ehtiyoj his qilmaydi. Bir qancha oydan keyin ustoz Mustafaning nom shuhrati shaharga pur ketdi. Ammo xususiy dars o'rgatib qo'yadigan xizmatdoshlariga bu ish toza yiqib ketmadi. Ularning yeniga o'quvchilar dars muzakkara qilish uchun kelmaganlikdan ularning hasad o'ti yondi hamda maktab mudiriga Mustafani maktabdan qo'g'ilib etish uchun shikoyat qildi. Biroq maktab mudiri Mustafaning dars o'rgatish metodi va go'zal axloqidan to'liq mamnun edi. Ularning shikoyatining aksicha maktab mudiri Mustafaning darajasini o'stirib, uni maktab bo'yicha birinchi darajalik namunalik o'qituvchi qilib baholab chiqdi va taqdirnoma moddiy mukofotlar bilan mukofotladi. Shundaqla uning eng ilg'or o'qitish uslublarini yakunlab chiqib, butun maktablarga o'rinlashtirish uchun Maarif ministrligiga sundi. Ulug' Alloh mundaq deydi: Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatlik beg'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinchdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir, g'olibdir, qahr qilg'uchidir, ulug'liq egisidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan pokdir.